Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, bizni kuzatib borayotganingiz hamyurtlar. Bugun mana Andijon viloyati Asaka tumani Qayrag'och mahallasidagi Oztagani fermasidamiz. Shunaqa zotga toza bir jup shvetimiz bor. Bo'g'ozidan qidirganlarga, xudo xolasa 3 oylik, 5 oylik bo'g'ozidan. Mollarni maqtash hojati yo'q. O'sha shvetda qanaqa sifatlar bo'lsa, ularda ham xudo xolasa shu sifatlar topiladi. Oq tumshuq, terisiga e'tibor berib qo'yinglar. Oyoqlari mana tuyoqlariga bitta qarab qo'yasizlar, chunki hali ustiga chiqib ketgan, sinib ketgan. Unaqa holat yo'q, xudo xolasa. Pachkalari, so'skalarini ham ko'rsatamiz hozir. Mana pachkalari holati. Suvaylari chiqib ketmagan. Molni vazni ham o'ziga yarasha. Bo'ylari 1.35 bunisi 1.30 deyilyapti. Mana so'skalariga e'tibor berib qo'yasizlar, xudo xolasa. Suti ham zo'r beradiganlar. Xolos bitta o'rta hol oila boqsa, boy qiladigan bir oilaga baraka olib keladigan shvetlarimiz bor. Qaymoq yeyman, kunda xudo xolasa o'zim molimni ustidan ichib turaman deganlarga olib qo'ysa, xudo xolasa ziyon qilmaydi. Buni tug'dirib sotsa ham zo'r foyda. Xullas, sigir qilaman deganlarga zo'ridan. Xolasa jupini olsin, xolasa donalab olsin. Savdolar telefon orqali ham bor, onlayn xarid qilsiz, uyingizgacha olib borishib beradi. Vodiy bo'ylab dastavkasi tekinga. Endi olaman degan odam kelib, yana ustida turib, yana savdolashsa, xudo xolasa, yana ham zo'r qilib berishadi narxlarni. Buni ham so'skalarni ko'rsatib qo'yamiz. Mana. Xudo xolasa, suti ham bemalol 15 ta 20 taga beraveradiganlar. Bo'ylarini aytdik, 1.35 dedik, 1.30 dedik. Mana, holatni ko'ringlar. O'zi shvet ishqibozlari ancha ko'p ekan hozir, chunki xalqimizga yaqin mol, yaqin zot. Avvaldan shu masalan shvet boqilgan bizda, ayni bizning hududlarda zotli mollardan. Hozir ham shvet ishqibozlari ko'p ekan. Zotli mol olib hamma ham foyda ko'ra olmayapti balki, yoki da hamma ham boqa olmayapti balki, puli balandlik qilyapti balki. Lekin xudo xolasa shunaqa puli yengilida. Bugungi hafta kuniga 9-aprel 2026-yil. Manzillarni tushuntirib o'tdik. Yana aloqaga chiqsanglar, lokatsiya tashlash beradi. Uzoqroqdan keladiganlar bemalol shu lokatsiya bo'ylab kelishinglar mumkin. Xo'p, mollarning sifatlarini aytdik. Bu 3 oylik, bunisi xudo xolasa 5 oylik bo'g'oz dedik. Narxi jupiga 69 million. Agar kelib xudo xolasa yana gaplashsanglar, inshaalloh yana hamcha xayrini qilib berishadi. 69 million vodiy bo'ylab dastavkasi tekinga, dastavkasi ichida. Bular o'zlarini ko'ryapsizlar, qanaqa katta chiroyli mollar, xudo xolasa bolani ham zo'r beradi. Masalan, novvosi bo'lsa ham katta buqa bo'ladiganidan bo'ladi, yoki-da xunajim bersa ham yoniga baylaydigan, sigir qiladiganidan beradi. Xudo xolasa yaqinda silioslar ham chiqadi. Masalan, o'rta hol oila bittami, bir jupni olib qo'ysa, masalan, bir traktor silios to'kib qo'ysa, o'shani yeb, buni suti qaymog'i aslida shu bemalol yemini pulini qoplayveradi. Buni beradigan bolasi va olasa sizga yiliga sof foyda bo'lib qolaveradi. Buni tug'dirib bozorga yapsiz ham zo'r narxga ketadi. Akalarimiz o'zlari olib ham qolaveradi. Bunisini so'rasanglar ham, bunisini so'rasanglar ham, donalab ham, jupiga ham sotiladi.
E'tiboringlar uchun rahmat. Kanalni qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Like qancha ko'p bosilsa, YouTube buni avtomatik tarzda o'zi boshqa qiziquvchilarga ko'rsatib boradi. Shu tariqa kanal rivojlanadi. Biz bo'lsa sizlar uchun shunaqa fermadan har xil simental, chorniy pyostra, boshqa zotli mollarni narxini, joyini, tochkasini birinchilardan borib ko'rsatib turamiz. Sizdan qo'llab-quvvatlash, bizdan sizlar uchun harakat.